Assalomu alaykum, Shoh 91 kanali a'zolari. Navbatdagi temir qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'rsatib o'tamiz. Undan avval esa kanalimizga har doimgidek obuna bo'lib, bir donadan like bosib qo'ysalaring, juda ham boshimiz osmonga yetgan bo'lardi. Bu qafasimiz albatta xo'roz ishqibozlari uchun, dekorativni tovuqlar uchun 7 xazinani biri deyshadi. Tovuqlar uchun chiroyli mana shohona qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'ramiz. Qafasimiz eshiklariga yuzlanamiz mana. Bagadi holatda turibdi. Shestigranli qafasimiz, eslatib o'tamiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 4,5 metr, balandligi 2,25 sm. Yon tomoni esa 1,5 metr, mana bu yergacha mana 1,5 metr. Shesternisini hisobi bilan 2,25 sm ni o'z ichiga oladi. Qafasimiz juda ham keng holatda tayyor bo'ldi. Qo'l mehnatida ishladik. Mana bu yerlari mana suv shinmaydigan materiallarni tortganmiz, bir tekisda usti silliq, suv shinmaydi, juda ham baquvvat, qorga, yomg'irga chidamli. Materiallariga keladigan bo'lsak, nijivinli materiallarimiz, uголовlarimiz, setkalari ham zanglamaydigan 2 ga 2 ko'z qalin setkalardan tortganmiz. Bezaklariga mana chiroyli nijivinkalarni berganmiz. Yanada chiroyli qilib turishi uchun. Ichiga kiramiz, ichiga kirib tanishtirib o'tamiz qafasimizni. Eshiklari mana keng holatda bo'lgan. Odam bemalol qiynalmay kirib chiqish uchun eshiklarini keng holatda qilganmiz. Qafasimiz mana juda ham ichlari ham keng holatda bo'lgan, qo'noqlari ham baquvvat bo'lgan. Odamni ham bemalol ko'taradi. Tovuqlarni ham ko'taradi mana. Qolaversa mana tepalari ham odamni bo'yi tegib qolmaydi albatta. Bu yerga mana bitta tuxumdon va narigi tomonga ham bitta tuxumdonni joylaganmiz. Bu zakazga tayyorladik bu qafasimizni. Xudo xolasa juda ham egalariga ham ma'qul bo'ldi. Bir boshqacha chiroyli chiqdi qafasimiz. Tom qismlari ham mana kanyoklarni berganmiz, kanyot qilib chiroyli qilib chiqarganmiz shestigran holatda. Suvlari mana bu yerga tushib, umuman ichiga o'tmaydi suvlari. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Shoh 91 kanaliga obuna bo'ling, eng sara yangiliklarni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'ling.